oilaviy tadbirlarda diniy mavzuda ma'ruza ko'zda tutilgan bo'lsa, ushbu ma'ruza din idorasining vakolatli vakili tomonidan o'qiladi. Milliy an'analarga yot odob-axloq qoidalariga zid bo'lgan turli shoularni, ortiqcha vaqt va xarajat talab qiladigan oilaviy tadbirlardan oldingi, tadbir davomidagi va undan keyingi qo'shimcha rasm-rusumlarni o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Bunda endi kelin navkari, charlar, ota ko'rdi, sep yoydi, mato yirtdi va hokazo degan nimalar, tadbirlar ko'zda tutilyapti. To'yxona, kafe, restoranlarda 50 nafar va undan ortiq shaxs ishtirokida oilaviy tadbirlar o'tkazish uchun tadbir o'tkazuvchi shaxs hamda to'yxona, kafe va restoran rahbari o'rtasida shartnoma tuziladi. Oilaviy tadbirlarda san'atkorlar, xonanda, sozanda, raqqosa, boshlovchi, so'z ustasi, fotograf va boshqalar qonun hujjatlariga muvofiq shartnoma asosida xizmat ko'rsatadi. Oilaviy tadbirlarda 2 nafardan ortiq xonandaning yoki guruhning xizmat ko'rsatishiga yo'l qo'yilmaydi. To'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarni muvofiqlashtiruvchi Respublika komissiyasi va hududiy komissiyalar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika kengashi, Respublika nuroniy jamg'armasi, ma'naviyat va ma'rifat markazi, xotin-qizlar qo'mitasi, oila ilmiy amaliy tadqiqot markazi, O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston yoshlar ittifoqining hududiy bo'linmalari o'z vakolatlari doirasida oilaviy tadbirlar o'tkazish ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish bo'yicha mas'ul hisoblanadi. Mahalliy hokimliklar, prokuratura, ichki ishlar, soliq va FHDO organlari oilaviy tadbirlarni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda o'tkazilishi ustidan ta'sirchan nazoratni amalga oshiradi. Ichki ishlar organlari oilaviy tadbirlarni o'tkazishga oid qonun hujjatlari talablariga to'yxona, kafe va restoranlarda rioya etilishini nazorat qiladi hamda ushbu talablar buzilganligi aniqlangan holatda tegishli shaxslarni javobgarlikka tortish choralarini ko'radi. To'yxona, kafe va restoranlar ma'muriyati rejalashtirilayotgan oilaviy tadbirlar haqida ushbu tadbirlar o'tkazilishidan kamida 2 kun oldin tegishli hududdagi ichki ishlar organiga yozma ravishda xabar berishi kerak. Respublika komissiyasi va hududiy komissiyalar, boshqa jamoat tashkilotlari, mahalliy kengashlar o'z vakolatlari doirasida ushbu nizomga amal qilinmagan holatlar yuzasidan tegishli jazolar ko'rish uchun vakolatli organlarga takliflar kiritadi. Nizomda belgilangan talablar ijrosi to'liq ta'minlanishi nazoratga olinsa, o'ylaymizki, to'y va boshqa marosimlarni maqsadga muvofiq ixcham o'tkazishga erishishimiz mumkin. O'zi aslida bu to'ylar, marakalarimiz, bularning hammasini tagida bir ma'no mohiyat, asl ma'no mohiyati borki, shu nikoh to'yi qilinadigan bo'lsa, demak biz qonuniy bir oilaga qadam qo'yyapmiz. Shu kelin tushiryapmiz xonadonimizga degan masalani xalqqa ma'lum qilib qo'yish. Va qo'lda halollanadigan bola bo'lsa, mana katta bola bo'lib qoldi. Shu xatna qilyapmiz deb xalqni xabardor qilish va boshqa masalalar ham xuddi shunaqangi. Lekin bu bugungi kunda o'z asl mohiyatidan uzoqlashib, butunlay boshqa tarafga qarab ketib qolyapti. Bugun biz oldimizga juda katta masalalar qo'yilayotgan, maqsadlar qo'yilayotgan, mana 2030-yilgacha eng rivojlanayotgan mamlakatlar qatoriga 50 tasini qatoriga kirishimiz kerak va boshqa hamma sohada juda katta buyuk maqsadlar qo'yilayotgan paytda xalqimiz shu to'ylar bilan faqat orzu maqsadi to'y bilan o'ralashib qolishi juda katta hammamizni o'ylantiradigan holat. Shuning uchun mana shu qarorni qo'llab-quvvatlab ovoz berishlaringizni so'rayman.